Buni qarang, mana shunaqasi ham bo'lar ekanda pomidorda ham. Ko'pmayda ko'p ko'rardik. Gulshodamizda barg bo'lishini. Pomidorda ham uchrab turar ekan. E'tibor qiladigan narsamiz, qachon vegetatsiya ishlatish kerak, qachon generatsiya ishlatish kerak. Sariq gullar shishib, bitta yarimta ochilib boshlagandan keyin yuqori yarusda o'sha payti ochilishni boshlagan kuni mana bunga kapinisidan generativ ozuqa berilgan. Xo'p, endi yana agar sug'orish to'g'ri kelsa, yana bir marta mana bu gullar ochilgunicha bizlar generativ ozuqa beriladi. Ana undan keyin ana shu shaklga kelgunicha yuqoridagi gullar, mana yuqori kesdagi gullar polni endi 4 kun, 5 kun to'liqligicha, agar to'g'ri kelsa 2 marta, bo'lmasa ob-havoga qarab 1 marta vegetativ ozuqani berishimiz shart. Jarayonni aniqlash uchun, masalan, bitta ko'chatda orientir olinmaydi. Ko'rib chiqiladi umumiy holat. Endi ishlab yurgan inson, doimiy ichida bo'lgan inson buni juda ham yaxshi tushunadi. Pastki baglarda ko'proq ko'rinishi mumkin. Bu bizga nima? Mana bu termos sistemani eskiligi hisobiga mana shunaqa ozgincha magniylarda pateriya bo'lib turishi mumkin. Assalomu alaykum, hurmatli YouTube obunachilar. Sizlar bilan men Og'abek Abdusamatov hamda Agroterapiya kanali. Bugun sizlarga Samarqand viloyati Dalnagir deymiz. Biz Dalnagirda joylashgan 2 gektar issiqxonada yetishtirilayotgan pomidorlar haqida gaplashib o'tamiz. Bu yerdagi holatlar, berilayotgan ozuqalar, qilinadigan ishlar va teplitsaning umumiy sharoitlari haqida to'liq ma'lumotlar sizlarga berib o'tamiz. Videoni kuzatishda davom eting. Qiziq mavzular hali oldinda juda ham chiroyli qilib, xudo xolasa, qo'ldan kelgancha obzor qilib beramiz. Qani bo'lmasam, ketdik. Xo'p, birinchi to'xtaladigan joyimiz bizga teplitsaning umumiy holati bo'lsin. Bu yerda u orqa tarafida yana bitta issiqxona bor. U 1 gektar, mana shuni o'zi 1 gektarlik ko'rinishida. Isitish sistemasi birinchi navbatda e'tibor qilamiz. Mana shunaqa radiator sistema hisobiga issiqxonamizni ichi isiydi. Har bitta oraliqqa 7 metrga, xo'p, 5 tadan, ba'zilarga 4 tadan qo'yilgan. Mana shunaqa holatda. Xo'p, yuqori klonkalarga e'tibor qilamiz. Ozgincha eskirib qolgan bu issiqxonaning klonkalari nur o'tishga sal to'sqinlik qiladi. 2 qavat klonka bilan yopilgan. Lekin bitta narsaga e'tibor qilamiz, bu hech qanaqa isitishga yordam bera olmaydi. Hech qanaqa termos sistema emas, shunchaki zontik vazifasini bajaradi. Ko'chatning mana bu yuza qismiga tomchilar, zaharli kasallik keltirib chiqaruvchi tomchilarning tushmasligini ta'minlab beradi. Faqat zontik vazifasini bu yaxshi bajaradi. Chunki oralar ochiqligi hisobiga mana bu yerdan ko'tarilgan nam klonkalar orasidan o'tib ikkinchi qavatga borib uriladi. Ya'ni pastki qavatida klonkani hech qanaqa namlik yig'ilmaydi. Xo'p, isitish sistema klonkalari haqida gapirdik. Mana bu yerga umumiy hisobda 20 ming tub pomidor ko'chatlari ekilgan. Ko'chatlarimiz taxminan bu 45 kunlik holati. 45 kunda mana shunaqa bo'ladi. 44-45 kunlik bo'lishi kerak. Bu yerga issiqxonaga kelganimizga 2 hafta bo'ldi. Biza kelganimizda bu issiqxonadagi pomidorlarni bizga 1 oylik holati deb tanishtirgan edi. Demak, 45 kunlik bo'libdi. 20 ming tub ko'chat ekilgan. Xo'p, navlar 2 xil. Bu tarafda mana qizil, keng bargli, tanasi ham ancha yirikroq bo'lgani, bu Palmodo nomli qizil pomidor ko'chatlari. Bu tarafdagi esa o'zimizda ko'p ekiladigan alamina ko'chatlari. Mana ikkalasining ham holati juda ham yaxshi. Ideal holatda 2 ta kesishni hosil qilgan. 1, 2 ta ekan ba'zilarida. Holatlari mana shunaqa turibdi. Xo'p, yer masalasi bo'yicha gaplashaylik. Bu yerga o'zlari qilgan. Yerim yaxshi, ko'tarma pushta qilmadim. Drenaj sistemasi juda ham zo'r dedi. Ko'rib turganlaringizda, masalan, bugun suv quyilgan. Har bir ko'chatga shu kecha kunduzda
650 grammdan mo'ljallab suv qo'yilyapti. Hech qanaqa yerda namlik sezilmaydi. Holati juda ham yaxshi. Demak, drenaj sistemasi juda ham zo'r. Xo'p, ildizda hech qanaqa muammolar yo'q. Tekshirib turibmiz ildizlarni. Kasallik, kurkurut, fuzarioz, boshqa zamburug'lik kasalliklar, nematoda degan narsalar umuman yo'q. Hammasi top-toza. Drenaj sistema yaxshi bo'lganligi hisobiga ham kasalliklar aytarlik uchramayapti. Barglari ham ko'rib turganlaringizdek top-toza. Hech qanaqa bir kamchiliklari yo'q. To'g'ri, ozgincha magniy yetishmovchiliklari seziladi. Atak bu pastki barglarda ko'proq ko'rinishi mumkin. Bu bizaga nima? Mana bu termos sistemani eskiligi hisobiga mana shunaqa ozgincha magniylarda pateriya bo'lib turishi mumkin, lekin umumiy holati juda ham zo'r. Bu palmodo ko'chatlarni o'zini ham xarakteristikasi shunaqa ekan. Alyuminiyaga nisbatan rangi ochroq, lekin barglari rosa yirik, keng. Mana shunaqa holatda juda ham yaxshi rivojlanib kelyapti. Xo'p, yer haqida gapirib o'tdik. O'sha hozirgi kecha kunduzda biz quyayotgan suvimiz har 3 kun, 2 kun tezroq suv quyapmiz. 600-700 grammdan har bir tub ko'chatimiz suv ichyapti. Bu tarafda alyuminiya ko'chatlar. Alyuminiyalarda ikkitadan gul chiqarib yuborgan. Palmadolarda 3 tadan gul chiqarib bo'lgan o'zi. Ko'chatlarning umumiy holati. Isitish sistemalarida hech qanaqa muammo yo'q. O'sha pomidor uchun mos, mo'tadil temperaturani ushlab beryapmiz. Hech qanaqa kamchiliklar bo'lgan yo'q. Faqat ozgina quyoshda kamchilik bo'lishi mumkin. Atak qolgan hamma normativlari joyida. Hozirgacha ochilgan gullariga dori bilan changlatib turgan bular. Endidan dori emas, shimil arlarni qo'yamiz. O'sha shimil ari yaxshi ishlaydi. Shimil arining ham ko'p turlari chiqib ketdi-ku, ularga nisbatan haqiqiy shimillar juda ham sifatli ishlab beryapti. Mana bu yerda yuqoridan tushgan suv hisobiga mana bu yer zaklab ketgan. Qolgan joyda bunaqa narsa yo'q. Mana bu ham kasallik olib keladi, buni ham yo'qotamiz. Xo'p, bu davr bizada ham vegetatsiya ham generatsiya davri birga ketadigan bosqichda. Chunki ko'chatlar avjida gullab yuborgan. Mana bunda mana 4-gul ham o'zi 4-gul ham ko'rinishni boshlab yuborgan. Bu davrda ozuqaga juda ham diqqatli bo'lishimiz shart. Kist bilan kist orasidagi masofalar bir xil bo'lishi uchun, ko'chat faqat o'sib yoki faqat gullab kalta bo'lib qolmasligi uchun ozuqalarni tarkibiga juda ham diqqatli bo'lamiz. E'tibor qiladigan narsamiz qachon vegetatsiya ishlatish kerak, qachon generatsiya ishlatish kerak. Mana shu narsalarga nima deydi, diqqatliroq bo'lishimiz shart. Xo'p, qachon? Birinchi sariq gullar shishib, bitta yarimta ochilib boshlagandan keyin yuqori yarusda o'sha payti ozuqani tarkibiga generativ gullarni ko'paytiruvchi, gullarga baquvvatlik beruvchi minerallar ko'proq qo'shiladi. Masalan, fosfor dozasi doimgidan oshirib beriladi, bor ko'paytirib beriladi, azot ancha-muncha tushirib yuborishimiz kerak o'sha paytda, chunki gul shoxlari orqali, ya'ni gul bandidan gulning ichki qismiga ko'proq miqdorda shakar yig'ilishi uchun azotni bizlar keskin ravishda o'sha payti kamaytiramiz. Kaliy bilan kalsiyni normada sal balandroq holatda ozuqaga qo'shib berishimiz shart bo'ladi. Ya'ni sariq gullar endi shishib, ochilib boshlagan payti va bu ozuqa mana shu bir haftani ichida agar sug'orish to'g'ri kelsa 3 marta, to'g'ri kelmasa 2 marta beriladi. O'zi keyingi haftada yuqoridan bizda yangi gulchalar kichkina nuqtacha shaklda shakllanib bo'ladi, lekin bularga generativ ozuqani berib bo'lmaydi. Chunki bular hali o'sishi kerak va shishib ochilishni boshlagunicha vegetativ ozuqani berib turishimiz shart. Sabab agar yana generativ beraversak, poya kaltalashib
kistlar orasi bir-biriga juda ham yaqin bo'lib, ozuqani taqsimlashda muammolarga duch kelish mumkin. Shuning uchun o'sha payti bizlar vegetativ ozuqalarni beramiz. Albatta, azotni sal ko'targan, xo'p, borlarni rux marganistlarni tushirgan holatda berishimiz shart bo'ladi. Keling endi ozuqani bizlar vegetativ qachon beramiz, generativ qachon beramiz, buni aniqlash uchun ko'chatga yuzlanaylik. Ko'chatdan orientir olsak yaxshi. Hozir amalda ham nazariysini aytib ham o'tdik, endi amaliysini ham birgalikda ko'ramiz. Xo'p, masalan, mana bu ko'chat. Bu ko'chatda mana sariq gullari taxminan 3 kun oldin ochilishni boshlagan. 2 kun, 3 kun oldin. Va ochilishni boshlagan kuni mana bunga kapelnisadan generativ ozuqa berilgan. Xo'p, endi yana agar sug'orish to'g'ri kelsa, yana bir marta mana bu gullar ochilgunicha bizlar generativ ozuqa beriladi. Ana undan keyin xo'p, qanday desak bo'ladi? Mana shu shaklga kelgunicha yuqoridagi gullar, mana yuqori kesdagi gullar polni endi 4 kun, 5 kun to'liqligicha, agar to'g'ri kelsa 2 marta, bo'lmasa ob-havoga qarab 1 marta vegetativ ozuqani berishimiz shart. O'shandagina mana bu keslar orasi masofasi bir xil. Xo'p, bu gullar ham baquvvat, bu gullar ham baquvvat, chiroyli shakllanib beradi. Ham vegetatsiya, ham generatsiya normada bo'lsa, palak hech qanaqa qiyinchilikka uchramaydi. Har doim eng yuqoridagi sariq rang ochishni boshlagan guldan orientir olamiz. O'sha gul nima desa, shunga qarab bizlar holatni umumiy baholaymiz. Teplitsada bu jarayonni aniqlash uchun masalan bitta ko'chatdan orientir olinmaydi. Ko'rib chiqiladi. Umumiy holat. Endi ishlab yurgan inson, doimiy ichida bo'lgan inson buni juda ham yaxshi tushunadi. Teplitsa ichida bo'lgan inson taxminan 50 ta, 100 ta ora-oradan gullar ko'rinadidagini umumiy holat chiqariladi. Sariq rang yorilishni boshlaganmi, to'liq sarg'ayib yotibdimi, yoki hali endi eng yuqorisidagi kesda gullar ishib kelyaptimi, o'sha narsalar to'liq tahlil qilinib, o'rtachasi chiqariladi va ozuqa beriladi. Ozuqa berish bu unaqangi oson narsa emas. 2 kilo kaliyni qo'yib yubor, 3 kilo kalsiyni qo'yib yubor degan narsa yo'q. Juda ham diqqatli bo'lishimiz shart. Mana shu holatlarga bizani hosilimizni baholab beruvchi asosiy komponent mana shu minerallar, ularning to'g'ri berish tartibi hisoblanadi. Aytganimdek, bu issiqxonaga yaqinda tashrif buyurdik. Xudo xolasa, bu yerda ko'chatlar noldan ekilgan. Holatlar juda ham yaxshi, hech qanaqa kasallik, boshqa narsalar yo'q. Pomidor yetishtirishdi o'zimizning uslub bilan birgalikda to'liq ildizga nima berilyapti, bargidan nima sepilyapti, qanaqa ozuqalar berilyapti, qanday parvarish qilinyapti, qachon barg olinadi, qachon suv quyiladi. Xullas, mana shu teplitsada sizlarga agar obuna bo'lib qo'ysalaringiz, xudo xolasa, to'liq yoritib beraman. Bir u teplitsadan, bir bu teplitsadan holat olib berish bu nima desa bo'ladi? Jarayonni to'g'ri baholashga olib kelmaydi. Ba'zida unaqa, ba'zida bunaqa jarayon bo'lishi mumkin. Bitta teplitsani noldan abzor qilib boraversam, sizlar ham mana shu narsani noldan ko'rib boraversalaringiz, xudo xolasa, ancha buncha men tushuncha bera olaman, sizlar ham ko'p narsa o'rgana olasizlar. O'shaning uchun obuna bo'lib qo'yishni unutmangizlar. Mana shu issiqxonadan xudo xolasa doimiy har hafta bir yoki 2 haftada bir chiroyli holatlarni umumiy baholab, videolar tayyorlab boshlaveramiz. Hozircha sizlarga tushuntirmoqchi bo'lgan narsalari mana shu edi. Issiqxonaning umumiy holatlarini ko'rsatdim. Vegetatsiya, generatsiya ozuqalarini taxlashni ko'rsatdim. Bu juda ham muhim jarayon, o'rganib olasizlar. Keyingi videolarda nasib bo'lsa, umumiy keyingi holatlarni hamda ildizga berilayotgan ozuqalar va o'shanga o'xshash ba'zi bir vaziyatga qarab, mavsumga qarab mavzular tayyorlab boraveramiz. Hammalaringizga rahmat, ishlaringizga omad. Sog', salomat bo'lingizlar.